Assalamu alaikum, урматтуу элдик каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Өзгөчө биздин бизнес жасайм деген ушундай бир изденүүдө жүргөн агалар, инилерибиз үчүн бул видео өзгөчө видео болмокчу. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Буюрса бул видеодо килем жуучу бизнести же болбосо газоблок, пеноблок ушундай тармактарда бизнести кантип жүргүзсөк болот, канча сом менен баштасак болот, кандай станокторду алып, кандай ишти жүргүзөбүз, мына ошол боюнча видео болмокчу. Ал эми бизге бул жактан Абдулазиз акабыз жардам бермекчи. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Абдулазиз акабыз менен азыр биз Өзбекстан коңшу өлкөсүндө Андижан областынын Асака районунда Асака туманындамыз. Бул жер урматтуу көрүүчүлөр Асака району болсо, мына Ош шаарындагы Достук өтмөгүнө болгону бир 70-80 эле километр турат экен. Андыктан алыс Өзбекстан коңшу деп кыжалат болбойсуздар. Андыктан видеону акырына чейин көрөбүз. Абдулазиз ака, иштериңиз жакшыбы? Рахмат, сиз келип алдыңыз Арабайга. Хоп, эми сизге Гилам деген бизнеслерди түшүндүрүп кетсем, Гилам эмес бизнесimiz үчүн аввал центрофугамыз керек. Булардын размерлери бар Арабайга. 450, 550. Keyin bularda afzalliklarini aytaman. Motorlari katta, pacholiy qismlari ham yaxshi ishlangan. Keyin oldi qismlari ham ancha yaxshilangan, aytdagi garantiyalik. Hozir ochib bir ko'rsatib bersam. Abdulaziz aka, sizin sözünüzü bölüp koyun. Urmatlı görüşler, bu Abdulaziz aka özü jaşı болгону 24 эле жашта экен, бирок ушул жашына карабастан канча 24 жылдан бери дедиңиз, э? Жок, 4 жылдан бери. 4 жылдан бери. 20 жашынан бери ушундай аппараттарды өзү мына чоң бир цехи бар экен. Ушул жерден жасатып, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан 4 өлкөгө мындайча айтканда экспорт кылып станокторду жасап чыгарат экен, э? Ошондой, Xudo xohlasa bizdan shogird bo'lib ustozlardan chiqqanmiz. Ustozlarimiz ham har xil stanoklar edi. Biz ham endi internetda bu narsadan ko'rib, Turkiyaga borib o'rganib, shu stanokni o'rganib kelganmiz. Bu stanokga faqat bu narsa kirmaydi. Bu sentrifugamiz, podushkali, xolasi nejaverkali, xolasi temirlik. Xolasi rotorlari bor. Hozir rotorlar bitmadi. Просто olib chiqib ko'rdim. Bitsa shu holatda bo'ladi. Shunday turetskiy cho'tkalar bilan qo'shib beramiz, ikkita cho'tkalari bilan. Keyin teleshka aravalari bor, invertorlari bor, dastavka o'rnatib berish, shu garantiyalari ham bor. Garantiyalar lekin 5 yil, 6 yil, 8 yilgacha qilib beraveramiz. Qirg'izistongacha bo'lsa ham. Servisimiz bor, servis 1 yil. Asosiy aytay, pachonlik, motor qismlari, mayer pachonlik qismlari o'lsa, bolalar almashtirib yo almashtira olmasa, narxini to'lovini qilib beraveradi. Ustozlar remontini qilib berishadi, garantiyalari. Men qirg'izchadagi bir sir aytib qo'yayin. Abdulaziz aka aytgan narsani tushunbay жаткан болсоңуздар. Yaxshi. Bu Abdulaziz akamiz bu жерде азыр мына гилем жууп чыгарган станок жөнүндө айтып берип атат. Центрофуга. Бул биз кармап турган бул сушилкасы экен. Гилемди жуугандан кийин бунун ичинде кургатылат экен, достор. Анан кийин сиздер дейт, менден ушул аппараттарды комплект кылып алсаңыздар, мен Кыргызстанга чейин барып, өзүм установка кылып иштегенди дагы сиздерге көргөзүп беремин деп атат, э? Ja bo'lmasa, hali realniy joyidan o'rganaman desa, uni ham aytsangiz, sexlarimiz bor. Kelib bir-ikki mehmon olib, gashnisda deyotib, o'rganib ham ketaveradi, o'rgatib ham jo'natib yuboraman. Жакшы, эң сонун, эгерде келип өз көзүңүз менен көрүп, бул жактан үйрөнөм десеңиз, анда Abdulazizге келип туруп, бул жактан дагы mehmon olib ketaveradi. Gashnisda to'liq hammani o'zim qilaveraman. Bemalol ko'rib, bexijolat. келип чайын ичип, бул жерден үйрөнүп кетсеңиздер болот экен, а? Bo'laveradi, bemalol. Жакшы, бул жерде комплектте ошондо мынау неме экен, Абдулазиз, а? Rotorlarimiz. Ротор, бул гилем жууа турган Yuvgan edigan. Sentrifuga asosiysi. Nesi? Sentrifuga deydi, gilam yuvadigan, quritadigan. Sentrifuga deyiladi ko'proq. Sentrifuga же болбосо гилем кургатуучу дейт экен, а? Shu narsalar bo'ladi. Keyin qolgan qo'shimchalari tushuntirasiz. Shulka qilinadi gilam uchun. Keyin bitta stashkali joy 380 tok. Ishlayveradi. Болгону бир 3-4 киши. Мисалы бирөөсү гилемди жуат, бирөөсү кургатат, бирөөсү клиенттер менен иштеген 3-4 киши иштейт экен. Realniy holatini ko'rsatish ishxonamizni ham. Mana hozir aytdim, mana bitta zakaz, bu ham mana bitgan holat. Bu faqat 450 emas, 550 ham yasaymiz. Zakaz bersa brend bilan yozib beramiz. Keyin ichki qismi qana bo'ladi deydi ko'pchilik. Mana ichki qismi. Hozir sушилканын ичине мына ушул салынып турат экен. Bu remont holatda esa mana shu 4 yilmi, 5 yil bo'lgan narsa, zanglarda chiriydi deydi. Mana endi zangga kiryapti. Lekin kraska qilsa ham ishlayveradi. Bu hozir qaysi apparatniki mana? Realniy ko'rsataveraylik. To'g'ri narsani yolg'on gapirish kerak. To'g'ri. Mana 3 yil, 4 yil oldingi apparat mana shu mana. Hech bir o'zgarish narsa bo'lgan yo'q, yorilish bo'lgan yo'q, hali chirib ketish degan narsa ko'pchilik o'ylaydi, o'rni yo'qolib ketadi. Turadi deb o'tasizmi shunda? 4 yildan beri ishlagan. Hozir remontga biz jo'natdi. Remontga jo'natgani
Bu poke qismi yemirilib ketgan. Poke'ni hozir yangi qildik. Ichida shinellarni yangi qildik. Xullas, gatovo yangi holatga keltirib, bu holatga keltirib egasiga jo'natib yuboramiz. Men o'zimiz sotgan stanoy. Garantiya 8 yil deb o'tasiz. 8 yil. Mana 4 yil bo'lyapti, kelyapti. Hech anaqa oshiqcha anaqa deganimiz yo'q, qaytib olmaymiz 4 deganimiz yil yo'q. ishlab tur, hurmatli ko'ruvchilar. 4 yilda andan keyin mana bu yerlari kishini melkiy bir nemelar o'xshaydi, defekt. Qolgan hali katta detallar mana ichkari o'ngan, svarkalar singan yo'q. Endi kraskasi yeyilishi mumkin. Haligi nima dedim, buni hali realniy bo'lishini bir ko'rsatdim. Atela ushlab turib haligi haqiqatda garantiya deyapti, garantiyasi turamidi deyishchalik ko'rsatdim. Garantiya biroq 8 yil berasiz. 8 yil masalan sinib, mayllari yorilib ketsa, to'g'risi boshqa usta qila olmaydi. Lekin pachonli qismi, motor qismlari o'lsa, uni qila oladi. Unisiga garantiya bor. Unisiga 1 yil. U o'z apparat 1 oyda bilinadi ishlasa, qana ishlashi. Qanaqa yaxshimi yomonligi 1 oyda bilinadi, lekin bizni 1 yil. Pachonli motor qismiga 8 yil korpus qismlariga. Orqasida mana taxlab qo'yganlarimiz ham 556 metrli, bu ham zakazga. Bularning barida klientlarga zakaz. Ha, klientlarga. Buni hozir bitta zapchasi kelmagan turibdi, invertori bor, o'sha keyin tagida fura poddushkasi bor. O'shanisi kelsa buni ham jo'natib yuboramiz. Endi Abdulaziz, men videoningdagi nemesini sırası turayin. Bizden ko'ruvchilar ko'pincha Qirg'izistondan ko'rishadi-da. Ha. Anan ular o'ylashi mumkin, O'zbekistondan qanchib olib chiqam, dostavka jag'i qanday bo'ladi, Dastlab- rastamoshka jag'i, tamo'jnadan qancha o'tadi degan so'rov paydo Şey bo'lishi. asosiy joyi o'sha. Ko'pchilik mana shundan stanoyda narxi emas, birinchi chegarani so'raydi. Dilov qilaman. Chegara neytralgacha qilib beraman. Agar chegarani o'zim olib ketaman desa, Qirg'izistondagi o'zi to'lov qiladi, O'zbekiston o'zim qilib beraman. Ja bo'lmasa kargo. Kargo bor, O'zbekistonga jo'nataman. Kargo yuklab, fashistlar Qirg'izistonni o'sha anaqasiga chiqarib beradi, sizlar tarafga. Bizgachayin ichki Qirg'iziston beradi. ichigacha o'tkazib beradi. O'tkazib beradiganlar bor, o'zi qirg'izistonlik bolalar o'zi telefonlashib, narx-navolarni kilosini galashaveradi. Unaqa Qaysinisi arzon tushadi? kargo qulay, besplatniy haligi kontrabanda, pantrabanda degan narsalar ham yo'q. Bemalol qiynalmay mendan zakaz qiladi, kargoga jo'natamiz bular, bu lashitdan ketdi degani, olib ketaveradi. Kargo qulayroq. Demak, qarangizlar, hurmatli ko'ruvchilar, sizlar agarda Abdulazizdan olsangizlar, Abdulaziz birinchi varianti, Qirg'izistonga dostavka varianti, neytralkagacha, tranzitgacha olib kirib beradigan. Olib bera olaman. O'zining расходы bilan. Andan nari siz o'zingiz rastamoshka qilasiz, qanday qilasiz, balkim siz o'zingizning yo'ldoringiz bilan olib kirib ketasiz. Al jaqdagi расход sizning o'zingizdan. Bu birinchi variant. Al endi ikkinchi varianti bo'lsam, kargolar ishlaydi ekan, O'zbekistondan Qirg'izistonga. Kargolar bor. Kargolar orqali olib kirsangiz, Dokumentalniy o'tadi. dokumentalniy siz hech narsani boshingizni o'rtmaysiz, o'zlari olib borib yetkazib beradi. Qanaqasini aytib qo'y ko'pchilik, narxini necha pul ekan deydi kargoda. Kargo. Mana shu video rasmlarda turganman, gazabololarda ham, ularda ham o'tkazganman. Gazabolo 200-300 dollarga. Bu oshib ketsa bir 400 dollarga o'tganman Centrafoga. Agar kilosi yengilroq chiqsa bir 200 dollarga ham o'tishi mumkin. Ova, hurmatli ko'ruvchilar, biz hozir jana zakadramdagi hisoblab ko'rdik. Bu komplekt bari birigib boljonli turda 1 tonna 200 bo'ladi ekan. Anan kargolardan dostavkada 3000 so'm bo'ladi ekan. 2000 yo 2000. O'shanda 2000 har xil. Jalpi summasi где-то 4,5 million so'm dollarga ko'targanda, bu degan где-то 400 dollarning aylanasi bo'lib qoladi-da. Shunday. O'shanda dostavkani dag'i o'shanda примерно 400 dollarga расчет olasizlar. Xudo xolasa bu Centrafogamizni endi realniy bo'lish uchun videolarni ko'rsataman, aka bir qo'yib qo'yasiz, o'rnatgan, ishlatayotgan jarayonlari bor. Realniy ishlayotgan, o'shalar videosini bir ko'rsatib. Ishonishdi. Qolasangizlar, endi bu arzon narsa emas, hurmatli ko'ruvchilar. Alarda men o'ylayman, har biringizlarga kelib, Abdulaziz bilan yo'liqib, bu ishxonasina dag'i kelib, o'zi bilan suylashib, aqchani shu yerdan berib, Xudo xolasa. olib ketsa dag'i. Garantiyalarni qilib beramiz, qonuniy garantiya qilib beramiz, anaqalar ham. Keyin eng muhimi maqsad stanoy sotish emas. Stanoy olgandan keyin buni ishlatishi, qana daromad oladi, qanday reklama qiladi, qana yuvadi. Ishlargacha o'rgatamiz. Fashta buni olganlar $40 aytaveraman. Fashta 1,5-2 dollar oyiga topiladi. Men uni topisha olyapti. Eng son misoli jalpi komplekt где-то $6000 aqcha solsangizlar bu biznesga oyina 1,5-2 dollargacha Topsiz bo'ladi. topsa bo'ladi ekan. Men asosiy narsasini aytib ketmayapman, narxini aytib qo'yaman aka. Endi biroq ani boya Moyka Kavrovda bizda dag'ili reklamalarda ko'p ko'rib yurasizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Shaharda, etashkalarda, eshiklarga chiqsangizlar, butun yerda Moyka Kavrov deb bu biznes o'zi negizi o'niga o'tadi yaxshicha. Murdag'ida ellar qo'lda juvay qolishdi. Chalasin, keladi portermen o'zlari yuklab ketadi. 2000-3000 so'mga gileminga top-toza olib kelib beradi. Toza qilib beradi, to'g'ri. Endi buni narxini aytsam bo'laveradi. Ova, boshida Narximiz qarang. aytish kerak. Turetskilar bor. Turetski $10,000 dan $7,000 O'zim Turetski olganman paytida. Bizniki arzon chiqadi. Mana shu narsani o'zi $450. $4800.
$4800 dan $3500 ham stanoy bor. Mhm. Ana shuni atrofida narxini kelishaveramiz. Talablarni ko'rsataman, rasmlarni ko'rsataman, ishlayotgan jarayonlarni ko'rsataman. Keyin kattasi bor. Sразу Abdulaziz, ellik kanaldan kelgan bo'lsa skidka qilib berasiz. 50 kanalga bo'lsa $100 dan doimiy kelganlarga. $100 Tushing, skidka qilib beramiz. $100 ile tushib qo'yasiz. Ancha tushib beramiz. Razmeri qancha misol? Razmeri 450. Keyin 450. uzunligi. Keyin Uzunluğu. orqasida ekani 550. Buni ham bir ko'rsa. Biz ушуну азыр айтып коеюн. Мисалы, урматтуу көрүүчүлөр, бул размерине карап, ошого жараша килемдердин дагы ар кандай размердегисин Салаверadi, ha. саласыздар. Мисалы 450 bundan чоң размерди салып Sosa жууа. masalan 2 metrlikni ikkita solsa ham bo'ladi. 5 metrlikni sala olmaydi da. 5 metrlikda uchun manaqa sentrifugalar bor. Cho'ng ataydi. Bularimiz katta zavodlar ko'p bo'ladi. Manaqa sentrifugalar gilam veriyani borlar. Yana bundan zakaz qilishadi. Bu ham hozir o'zimizning poytaxt Toshkentga bu 550lik. Bu zakaz bergan. Bu qancha turadi 550? Bunisi $6000 dan boshlanadi. Bu ham $6000 boshlab $4000 gacha. Har xil turi bor. Balonligi bor, lisiyuka qalini bor, invektori bor, yo'g'i bor. Dastavkasi bor, bori yo'g'i bor. Sizde kaaлаган размерде бар экен. Har razmerda talabiga qarab, imkon bo'lsa atrofdan narx-navo surishtirib telefon qilsa ham mayli. Narx bo'yicha xudo xolasa arzon. Maqsadim arzon sotish. Arzon sotsam ko'p sotyapman. Siz özünüz жасайт экенсиздер, men түшүнүгүмчө. Biz жасайбыз, мен астыяктуу бир көрсөтсөм. Көрүүчүлөр өздөрүнүн мына алыстары көргөзүп коюңуздар. Лазерный станоктору бар экен. Плазма лазерлар бор. Сварка бүт көп эле нерсесин өздөрү жасашат экен. Ko'p narsa detal o'zimiz teramiz, chunki hali mo Мен detallari түшүнгөндө сиздер болгону мисалы мына турбаны сатып аласыздар, sotib qolgan narsasi polni 95% narsasi teriladi. Mosi, litsiyam, bu ham, shkip motorlari, hatto mo ilmalargacha o'zimiz terib, pol mashit teriladi. 100%. Terilib, ishlatilib, tayyor bo'lgandan keyin maga chiqarib qo'yamiz zakatobga. Masalan, keyin ketilaveradi sotuvga. Жакшы, эң мындай размер боюнча эми түшүндүм. Баасы размерине карап экен, Mana razmerga qarab. Эң популярдуу элге эң сиздин сунушуңуз кайсыл размер? Ko'prog'i 450 tavsiya qilaman. Narx arzon. 450 mınavı. Keyin chaqqon, tezkor, keyin ekanamishni. Hozir biz O'zbekistonda to'kam qimmat. Sizlarda ham Qirg'izistonda ham qimmat bo'lib ketgandi. Qimmatli hisobiga mana invektor ham qo'shib beraman. Komplekt o'shani. Necha pulga kelishimizga qat'iy nazar invektor bor. Buni vazifasi tushuntirsiz ham mayli. 10 ga chapga ishlaydi, savoti bor, taymeri bor, tormozlargacha bor. Motorda qiynaydi. O'zi shungalar shunadi buni ko'rgan invektor bo'lsa. Bilanguvchilar. Ancha kerakli narsa. Bul 3 faza men ishlaydi. 3 faza bilan ishlaydi. Расход qanday elektr? Расход bir oyda bir $50 yoqadi. To'xtamay ishlatsa. Lekin $50 yasam bir oyda bir 2-3 ming dollar foyda qila oladi. Normal, değil mi? 2-3 ming dollar to'lab, $50 svetga to'lab qo'ysa. Qoladi shu, xudo xolasa zakaz qilishaveradi, xudo xolasa. $4800 ekan bu nemesi? Sushilkasi, hurmatli ko'ruvchilar, tushib berasiz. Narxlarni kelishtirib beramiz. Siz hozir aytdingiz $100 desam, xafa bo'ldi. Yana ham tushib beraman narxni sizdan kelsa. Qanchagacha tushasiz? Xo'p. Men 50 kanalning ko'ruvchilarini kichkina sodalashib qo'ying. O'zi 5000, $5,500 atrof edi. Bu narxini tushganim sari baraka bo'lyapti. Ko'p sotilyapti. O'shanga 4800 dedim, yana $200-300 o'tish holati bor. Qisqasi, hurmatli ko'ruvchilar, bu Abdulaziz menен chalib kengiri bunday добрый, жакшынакайла бала экенчи. Telefonun buyursa videonun астында Telegram, WhatsApp чыгарып коебуз. Bemalol telefon qilishaveradi. Chalib, sodalashib, suylashib, uka desangizlar davo tushib beradi bo'lish kerak, ha? Bo'ldi, xolos. Keyin mana hali biz qilgan ishlar, asoslanlar o'zimizga realni. Bu gazobloyimiz ekan. Gazobloy bo'lsa ham bo'laveradi. Ko'rib. Gazobloyda mana liniyalar ko'rsataman. Keladi o'zini joyini razmerlab, hatto xonadon kichkina joy bo'lsa mana holatda ham qilib beraman. Shu holatda joylar tanlaydi. Qaysi biri ma'qul desa, asha proyekt olamiz, keyin realni o'rnatganlarini ko'rsataman. Mana shu holatda o'zimiz o'rnatganmiz-da mana. Bu stanoy, bu liniya, mol liniya. Bularning bardigi sizlarning o'zimiz liniyalar. Hatto avtomatreskalarda ham mana yasaganmiz. Ularda narx-navolarni aytib ketaman. Qanday ishlaydigan joyga mana kesishlari, qoliplar qanday quyiladi desa mana joylari. Bu hurmatli ko'ruvchilar tushunmay qolmangizlar, neni ko'rgazib o'tadi debchi. Bu suratdagi narsa emas, buni realniy, buni bizning jonimizdagini ko'rgazaylik. Gazoblok. Hozir bizde Qirg'izistonda dagı gazoblok aybay bunday populyarniy bo'lib kelayotadi. Ko'p etажка uylarda dagı bayqasangizlar, Bishkek, Osh, cho'ng qavatli uylarning barini dele уже 90% shu gazoblok bilan qurishadi-da, duallar. Gazoblok. O'zbekiston уже давно bit stroykalarning bari gazoblokka o'tdi. Gazoblokka o'tdi, chunki narx arzon, sifat baland, ya'ni suv bossa ham, bir narsa bo'lsa ham suvga chidamli. Loyga, gipsoblokka o'xshab ezilib ketmaydi bu suv. Balchiq loy olib ketmaydi.
Buni Ушундай газоблок бизнес кылам деген ага индилер дагы бул вариантты дагы көрсөңүздөр болот экен, а? shu xudo xolasa gazobloyda ham har xili bor aka. Avtomat reska liniyalari bor, katta bunkerlilari bor, oddiylari bor, mishalga o'zi borib quyib keladigan. Xullas, talabiga qarab. Бул сиздеги кандай? Түшүндүрүп коелубу? Shundagi bizdagi hozir bu holat zakazga tayyorladim. Avtomat reska liniyali yarim kubalik. 40 ta qolip bilan o'rnatib beryapman. Bu liniyali bo'ladi. Hozir rasmda ko'rsatgan liniyali. Keyin yana bittasi bor, mishalga o'zi borib quyib keladi, qolib yerda turadi. Bir 3 xil holatda gazobloy liniyalar bor. Keyin yana bittasi bor, 1 kubalik. Ikkita avtomat reska bo'ladi. Qoliplari 1 kuba bo'ladi, 0,86 kub. Mishalkalar ham katta bo'ladi. O'sha holatdasi ham bor. Hozir. Бул өзү газоблок кантип жасалат? Неден башталат иши? Masalan, mishalkamiz bo'lsa, Aha. mishalkaga qum, semun, alyuminiy pudra suvlari solinadi. Liniyaga kiritiladi. Liniyadan qurib 4 soat ichida kesilgan darajaga keladi. Qoliplar yechiladi. Значит, qarang. Bu yerdan эле раствор баягы немелерди салып Solinadi. Qum, semen готовый чыгып, bu yoqdan kesip keladi. Bu avtomat reska liniyali. Solinadi, qoliplar yechiladi. Avtomat reska orqali kesiladi. Men hozir orqasiga ko'rsatgan. Razmeri, masalan 20 lik so'radim, 30 lik, 40 lik so'ragan razmeriga kesib beradi. Keyin tayyor, gatov holat. Keyin mana stretchlab, 1 kuba qilib tayyorlab, sotuvga chiqaveradi. Mana polni mashinalar o'zi mana shunaqa liniyalar. Ko'rganlarmiz. Ушул комплект qancha? Mana shu komplekt puli. qarang, 2000 dollardan tortib, почти 15 ming, 20 ming dollargacha stanoy bor. Qolip ko'paygan sayin narxi oshadi. Buni realda telefon Qalbidan nima qolip bahsi qimmatda qolip, masalan, u stanoylar ham mana 15 ming dollar bo'lib qolgan, qolip ko'p. Lekin 2000 dollar bilan boshlanadi. Bu syomka, mishalka, reska, ikkita qolip o'rnatish bilan. Qolip qo'shilgandan narx qo'shilaveradi. Endi uni realda telefon qiladi, rasmlar tashlayman, ishlayotgan joylarga ko'rsataman. Bo'lmasa chaqiraman Qirg'izistondan, keling aka deb. Tushuntirib berat ekan. Tushuntirib beraman, ko'rsataman, qaysi biri ma'qul deganiga zakaz bersa o'shani qilib beramiz. Buning garantiyasi bilan. Среднем qancha влаштatish kerak? Qancha Qancha dollar влаштatish kerak? Masalan, oddiyroqni boshlaymiz 2000-3000 dollar. Zo'ri, to'xtamay kuniga bitta furada chiqarishim kerak degan bo'lsa, 8000, 9000 dollar atrofida pul bo'lishi kerak. Agar uni ham qoniqmay 9 etажga binolarim bor. O'ta nihoyatda katta qilib chiqarishim kerak. Kuniga 2 fura chiqara olishim kerak desa, 1 kubalik bor. 15 ming, 20 ming dollar stanoyimiz bor. O'ta katta zavod. Эми для начала, значит, o'rtacha esep менен bir 5000 dollar menен boshlasa bo'ladi. Boshlasa bo'laveradi. Puliga qara, bu gazobloyda YouTube tarafi, masalan, keyingi stanoyda omad bo'lsa, birinchisini yarim narxiga sotish shart emas. Yana qo'shib ketaveradi. Ana shu YouTube'ga keladi. Hali oddiy holatda ekan u. Ruchnoy reska. Hali 2000 dollar dedimmi narxini? O'shanga ruchnoy reska, ikkita qolib, bitta mishalka, syomkis 2000 dollarga komplekt qilib. Dastavka ham bor. Chegaragacha. Hali mashinaning rasmini ko'rsatasiz, porter orqali yetkazib olib berishadi. Buni qayerga, kimga jasab otasiz? Buni ham mana shu komplekt o'zimizga Andijonga, Andijonimizga Targ'ava. birona qolipni ham ko'rsatib qo'ying, bir 40 ta qolib aytgan menga. G'oliblari jiqib. Ha, u qolibni yig'ib turib, buni olib beraman. Prosta siz kelishingiz deb ushlab turibman hozir. Bir video qilib olaylik deb. Bo'ldi, rahmat. Bizneslar bo'lsa. Ko'ruvchilar, bayqadingizlar, ko'rdingizlar, bu yerda klientlerдің товарларын жасап қойып тұр, даяр қылып қойып тұр. Бұл жақта газоблоктың станокторын даяр қылып қойып тұр. Ustaları mına biz de hazır video tartып атат деп четте көлөкөдө эс алып олтурушат. Ular ham video yapıp koydu. Mana shu ustalar ekan. Ustalar бар экен, сварка. Бул чоң, мындай сиздерге видеодо кандай көрүнүп атат билбейм, чоң эле цех экен, а? Бул экинчи филиал дедиңиз. Ha, ikkinchi. Yana bitta seximizda hali shlakabloydi keyin haligi kolodez bizneslari bor, bilasiz. O'shani stanolansan. Xudo xohlasa ularni bir chaqirasiz. Shuncha biznesni kim siz o'zingiz yurgizasiz? Yo'q, yo'qdagi boshqa bolalar ishlatadi. Men yerdan o'zim ishlataman. Bu yer sizniki, shefsiz. Bu yerga ham sig'mayapmiz, yana qo'shamiz deyapmiz. Жақсы, чоң оюңуздар. Biznes көрүүчүлөрдүн убактыңыз бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Абдулазиздин номерине видеонун астына жазып коем. Комментарийден дагы жазсаңыздар болот. Видео жаккан болсо сөз түрдө лайк, комментарий жазыңыздар, группаларга бөлүшүңүздөр, бизнес баштаңыздар. Буюрса бардыгыбыз болуп кетели.